Sentyabr oyida tug'ilganlar hayotga real nazar bilan qarashadi va o'ziga kerakli ishni qilishga intilishadi. Bu insonlardan yaxshi suhbatdosh va sodiq do'st chiqadi, chunki ular gaplarga yolg'on aralashtirmaydi. Ular hayotda tetik, hazilkash va chaqqon insonlardir. Sentyabrda tug'ilganlar yo'llarda uchragan insonlarni sevib qolishi mumkin. Shu jihat sababli ular orasida ayriliqlar ham ko'p bo'ladi. Umuman aytganda, ular ko'ngli bo'sh, o'ta mehribon va ramziy fikrlovchi insonlar hisoblanadi. Bir qarashda qo'y og'zidan cho'p olmaydigan beozor ko'rinsalar-da, o'z ishining ustasi bo'ladilar. G'urur masalasida ularga teng keladigani yo'q. Otdan tushsa ham egardan tushmaydi degan gaplar ularga aytilgandek. Bu insonlar pulni ham qadrlaydi, chunki pul hayotda muhim rol o'ynashini juda yaxshi biladilar. Bo'ladi mehrli oqko'ngil tanti, tegmaydi kimsaga yomonlik dardi. Yaxshi insonlarning yaxshi farzandi sentyabrda tug'iladi yaxshi insonlar. Agarda ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, Ozodbek Iskanovga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.